Bolalarni boshlang'ich ta'limga tayyorlash bo'yicha ijobiy tajribani boshqa hududlarda ham yoyish, maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sog'lom, faol, barkamol bolalarni tarbiyalash maqsadida Vazirlar Mahkamasining bolalarni boshlang'ich ta'limga majburiy 1 yillik tayyorlash tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilingan. Mazkur qaror bilan 2020-2025 yillarda bolalarni majburiy maktabgacha ta'lim bilan qamrab olishning maqsadli ko'rsatkichlari, bolalarni boshlang'ich ta'limga majburiy bepul 1 yillik tayyorlov guruhlari faoliyatini tashkil etish tartibi. Ushbu guruhlarni moddiy texnik vositalar va ta'lim didaktik materiallar bilan ta'minlash me'yorlari, boshlang'ich ta'limga tayyorlovdan o'tganlik to'g'risida sertifikat berish tartibi haqidagi nizolar tasdiqlangan edi. Bolalar maktabga chiqishdan oldin 1 yillik majburiy bepul maktabga tayyorlovdan o'tkazilmoqda. Aytish kerakki, yurtimizda maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish, bolalarni asrash, ularning huquq va erkinliklarini ta'minlash bo'yicha 20 dan ortiq qonun, farmon va qarorlar qabul qilindi. Shuningdek, mamlakatimiz tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkilotining bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi ratifikatsiya qilingan. Ilmiy kuzatish va tadqiqotlar natijasida inson hayoti davomida oladigan barcha ma'lumotning 70%ni 5 yoshgacha bo'lgan davrda olib ulgurishi aniqlangan. Bu davrda bola dunyoni anglaydi, ona tilini o'zlashtiradi, ota-onasi, oilasi, mahallasi, vataniga mehri uyg'onadi. Navoiy shahrida jami 138 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari mavjud bo'lib, ulardan 34 tasi davlat, 104 tasi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari hisoblanadi. Hududda 3-7 yoshdagi bolalar soni 11834 nafar bo'lib, 12768 nafari, ya'ni 107.9% bolajonlarimiz maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qamrab olingan. Shu bilan birga shahardagi 6 yoshlar 2768 nafar bo'lib, ularning 3050 nafari, ya'ni 112% bolajonlarimiz maktabgacha ta'lim tashkilotlarini bitirib, maktab ostonasiga qadam qo'yadilar. 6 yoshli bolaning ta'lim jarayoniga ruhan tayyorligi haqida gapirganda ko'pincha muayyan reja asosida tartibli, ko'p qirrali maqsadga yo'naltirilgan, o'zaro mantiqiy bog'liq, izchil boshlang'ich ta'limga zamin vazifasini o'tovchi psixik rivojlanish darajasini nazarda tutamiz. Bundan tashqari, bolaning yaxshi sharoiti, sihat salomatligi, oddiy ko'nikmalarni o'zlashtirishi kabi omillarni hisobga olish maqsadga muvofiq. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'quv-tarbiya jarayoni mashg'ulotlari, nutq o'stirish, savodxonlikka o'rgatish, elementar matematika, musiqa, jismoniy tarbiya bo'yicha umumiy guruhlarda olib boriladi. Shu maqsadda Navoiy shahridagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tayyorlov guruhlari tashkil etilib, bolajonlar bilan birgalikda mashg'ulotlar o'tkazib kelinmoqda. Bugungi kunda prezidentimiz maktabgacha ta'lim tashkilotlariga juda ham katta e'tibor qaratib kelmoqda. Bizning maktabgacha ta'lim tashkilotida ham ilk qadam davlat o'quv dasturi asosida faoliyatlar olib borilmoqda va ilk qadam o'quv dasturining variativ dasturi bo'lmish ilm yo'li variativ dasturi asosida bog'chamizda 1 yillik majburiy tayyorlov guruhlari ham tashkil etilgan. Bu guruhimizga 6 yoshli bolalarimiz bepul maktabga tayyorlangan holda maktabga chiqishadilar. Ilm yo'li variativ dasturi asosida majburiy tayyorlov guruhlarida faoliyat yuritilmoqda. Samarali natija berib kelmoqda. Bolalarimizni 6 yoshdan bepul maktabga tayyorlagan holda ularning bilim saviyasini, bilim saviyasini oshirib kelmoqdamiz. Maktabga tayyor holda chiqishyapti. Bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash, ularni psixologik moslashtirish, bilim saviyasini oshirish yo'lga qo'yilmoqda. Bizning 5-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotimizda 6-7 yoshli bolalar ilk qadam davlat dasturi asosida tuzilgan yillik ish reja asosida mashg'ulotlar o'tamiz. Bolalarimizni katta va tayyorlov guruhlarida ingliz tili darslari o'tiladi. Bu darslar davomida bolajonlarimiz maktabga ingliz tili bo'yicha boshlang'ich bilimlarga ega bo'lib maktabga chiqishadi. Hozirda biz 2 yil davomida 500 ga yaqin so'zlar bilan tanishtiramiz o'quvchilarimizni. Sodda
savollarga bemalol javob berisha olishadi. Hozirda ingliz tiliga e'tibor yuqori bo'lgani uchun ta'limda bu bo'yicha ko'p chiroyli ishlar qilinyapti. Hozirda biza bolajonlarimizni bu ingliz tilidan bog'chaga qaramay olimpiadalarga tayyorlaymiz va shahar va viloyat bosqichlarida ishtirok etayotgan o'quvchilarimiz bor. Nafaqat maktab, bog'cha ta'limida ham ingliz tiliga qaratilayotgan e'tibor davlatimiz tomonidan yuqori. Shu uchun ham hozir maktabgacha ta'limda ham ingliz tili yaxshi yo'lga qo'yilgan. Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning poydevoridir. U bolaning sog'lom va rivojlangan shaxs bo'lib shakllanishini ta'minlab, o'qishga ishtiyoq uyg'otadi, tizimli o'qishga tayyorlaydi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'quv jarayoni STEM texnologiyasi asosida 5 ta rivojlantiruvchi markaz faoliyati orqali tashkil etilayotganligi nafaqat bolalar faolligi, balki tarbiyachilardan ham katta mas'uliyat va ijodkorlikni talab etmoqda. Bu kabi innovatsiyalar maktabgacha ta'lim sohasini rivojlantirish, bolani maktabga sifatli tayyorlash va ularda bolalikdan bilim, izlanishni kashf etish kabi xususiyat hamda qobiliyatlarni shakllantirish uchun asos vazifasini o'taydi. Ikkinchi maktabgacha ta'lim tashkilotimizda ikkita majburiy ta'lim guruh tarbiyalanuvchilarimiz bor. Ular 30 nafardan 60 nafar tarbiyalanuvchilar asosiy mashg'ulotlardan, kunlik mashg'ulotlardan tashqari tadbirlar ko'rsatamiz. Bayramlarni tashkil qilamiz bolajonlarimiz bilan. Kuy-qo'shiqlar o'rganishadi bolajonlarimiz, raqslar o'rganishadi. Bu tadbirlarimizni o'tkazishimizdan maqsad bolajonlarimizni bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbatini, do'stligini ta'minlash, ularga vatan tuyg'usini his ettirish, mehr-muhabbatli bo'lish, bir-birini hurmat qilishni, kattalarni hurmat qilishni o'rgatamiz. Vatanimizni e'zozlashni, atrof muhitga muhabbatni tarbiyalaymiz. Bolaning ta'lim-tarbiyasi qancha erta boshlansa, shuncha yaxshi samara berishini tadqiqotchi olimlar qator misollar bilan isbotlashgan. Bunda 3, 5 va 7 yoshgacha bo'lgan oraliq bosqichlar muhim o'rin tutishini va ularning biri keyingisiga o'ziga xos zamin tayyorlashini ham ta'kidlab o'tishgan. Bu bosqichlar umumlashib bolani maktabga tayyorlash degan murakkab jarayonni tashkil etadi. Albatta, kichkintoyning 1-sinfga tayyor holda borishi nafaqat ustozlar, balki ota-onalar, kattalar zimmasidagi o'ta mas'uliyatli vazifa deyish mumkin. Maktabda bolalarning ta'limni yaxshi o'zlashtirishi esa ko'p jihatdan maktabgacha ta'lim tashkilotidagi ta'lim-tarbiyaga bog'liq. Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish bo'yicha davlat talablariga muvofiq va xalqaro standartlar asosida ishlab chiqilgan ilk qadam davlat o'quv dasturi bolalarning bizni o'rab olgan borliq nima, u qanday rivojlangan, tabiatda inson qanday o'rin tutadi, uning ongi qanday paydo bo'ladi va kamol topadi, jamiyatning yaralish tarixi, insoniyat turmush darajasini qanday qilib yaxshilash mumkin kabi masalalarga qarashi, munosabatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'tgan davr mobaynida joriy etilgan amaliyot hamda xalqaro xorijiy tajribadan kelib chiqib, bolaning yoshi va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda bolaga yo'naltirilgan yondashuv asosida ilk qadam davlat o'quv dasturi takomillashtirildi. Mazkur davlat o'quv dasturi asosida 6 yoshli bolalarni boshlang'ich ta'limga bepul majburiy tayyorlov guruhlari uchun yaratilgan ilm yo'li variativ dasturi ham kichik yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning Navoiy shahar 12 davlat maktabgacha ta'lim tashkilotimizda 10 ta gruppada faoliyat olib boriladi. Faoliyatlar 2 tilda, o'zbek va rus tillarida tashkil qilingan. Hozirgi kunda bu
ta'lim muassasasida men tayyorlov guruhida ishlab kelmoqdaman. Tayyorlov guruhida bolajonlarni maktabga tayyorlash, ularni so'zlar tuzish, bo'g'inlarga ajratish hamda berilgan bo'g'inlar asosida so'zlarni tuza olishga, to'g'ri talaffuz qila olishga o'rgatib boriladi. Bolajonlar bundan tashqari ta'lim-tarbiya jarayonida takomillashtirilgan ilk qadam davlat dasturi asosida ham faoliyatlar olib boriladi. Unda bolalar 5 ta rivojlanish markazlari asosida faoliyatlar yuritiladi. Birinchi markazimiz bu qurish, yasash va matematika markazi bo'lib, bunda bolajonlar ko'proq yasashga va matematikaga oid bo'lgan narsalar o'rgatib boriladi. Ikkinchi markazimiz bu san'at markazi hisoblanadi. San'at markazida bolajonlar tasviriy faoliyatlar asosida, ya'ni rasm chizish, qirqib yelimlash va plastilindan turli xil narsalar yasash orqali amalga oshiriladi. Uchinchi markazimiz nutq til markazi bo'lib, bu markazda bolajonlar so'zlardan gaplar tuzish hamda berilgan rasmlar asosida hikoyalar tuzish orqali amalga oshiriladi. 4-markazimiz bu syujetli rolli o'yinlar va dramalashtirish markazi bo'lib, bu markazda ham bolajonlar o'zlariga berilgan mavzu bo'yicha rollarga bo'lib, ertak qahramonlari va syujetli rolli o'yinlarda bo'ladigan qahramonlar obrazlarini yaratib, ijro etib beradilar. 5-markazimiz esa fan va tabiat markazi bo'lib, unda bolalarda atrof muhitda sodir bo'ladigan hodisalar haqida ko'proq ma'lumotlar berib boriladi va shu bilan birgalikda ularga amaliy tajribalar ham o'tkaziladi. Bolani maktabga tayyorlash murakkab jarayon, chunki kichkintoyning 1-sinfga tayyor holda borishi nafaqat ustozlar, balki ota-onalar, oilaning kattalari zimmasidagi eng mas'uliyatli vazifadir. Bir so'z bilan aytganda, ertamiz egalarining bilim va tafakkuri vatanimiz ravnaqini belgilaydi.